Anniyam qilasizlar. Bugun sizlar bilan yana bir kunlik vlog olamiz. O'zi ham rosa ko'p odam so'radi. Men sizlarga iltimos ko'proq vlog oling, nega vlog chiqarmayapsiz deb. Shuning uchun men bugun vlog olishga qaror qildim. Xolos bugun vlog ham prям zo'r vaqtda bo'lyapti. Xolos bugun vlogda men operatsiya bo'laman. Prям katta operatsiya tishmadi, shu kichkinaroq operatsiya qilishar ekan. Просто o'zimga kakchigida yaxshi chiqara olmadim. Shuning uchun operatsiya qilamiz işte. Nima ham derdim, mayli taqdir ekan. Xolos mayli. Bugun hozir 11da ketishimiz kerak. Hozir soat 9. Bo'lmasam давайте vlog boshlaymiz. Xolos menga bugun unchalik ko'p narsa yeyish mumkin emas. Shuning uchun faqatgina kasha yeyman. 2 oy. Xolos men kashamni ham yeb oldim. Va endi mana qilamiz, qoshiq bilan vilkani solamiz selofanga. Xolos. И потом mana krужкамni oldim, M&M'slik. Buni menga tug'ilgan kunimga sovg'a qilishgan. Xolos shuning ichiga sovalaylik. Bo'l sovaldim va bunaqa korejcha mepopkam olib ketaman. Chunki hali o'tda yotib qolamandek. Bir kun yotib qolaman. Lekin bu yerda bora ko'chaman-da yoqqa. Narsa narsa oldim. Va zaryadkani ham hozir solishim kerak. Va popkam ketishga tayyor. Va endi hozir xonamni yig'ishtirib olaman-da. Shu bilan yana keyin video olaman. Tadam, men xolos shunaqa obrazdaman. Va endi tezroq ketamiz. Operatsiyadan chiqdim уже. Qo'ydim. O'ylag'andadir shu edi dinim, ko'nglimni esimdan topolmay dedin o'yan. Sen tegiriz bu men emas, sen tegiriz canıma dava, sen bana dava, sen tegiriz. Men уже hozir turdim. Hali ham yotibman. Va bunaqa pechenye yeyapman. Qornim ochib qoldi. Balki yana dal shoxlayman.